Bemorimizda o't tosh kasalligi bir necha marotaba pristup qilgan va natijada mana charvalari ham kelib yopishib qolgan o't to'qini atrofiga. Hozir o't to'qini olishdan oldin biz bu yerdagi chandiqlarni ajratib olamiz va keyin o't to'qini olish operatsiyasini bajaramiz. O't qopida tosh muammosi bor bemorlar doktor Davron Ruslanovich bilan quyidagi raqam orqali bog'lanishi mumkin. Kommentariyda plus belgisini qoldirganlar uchun konsultatsiya bepul bo'ladi. O't yo'li va bu limfa tuguni shu yerda tomiri bor o'zini mana bu yerda va o't qopi ichida toshlar ko'pligi sababli bu yerda biza Gartman deymiz, bukilib ancha kelib yopishgan ekan. Buni ajratib oldik va endi klipsa qo'yib buni ajratib olamiz. Har bitta tosh mana shuncha kattaligida bo'lgan. Biz hozir olish jarayonida maydalab oldik bularni. Shunaqasidan bir 6 ta tosh edi. Ko'chadagi toshlar. Toshlar hammasi to'liq olinib, tozalanib, operatsiyamiz muvaffaqiyatli amalga oshirildi.